Amerika bosh shtab boshlig'i general Mark Milley'ning Donald Trumpning prezidentlik muddatining oxirgi mezgilida ikki qatam Xitoy bosh shtab boshlig'iga telefon qilib, Trumpning urush qo'zg'ash ehtimoliga qarshi kafolatlik berganligi o'tirib qo'yildi. Sobiq prezident Donald Trump buningga keskin inkos qaytarib, agar bu xabar rost bo'lsa, buning vatanga xiyonat qilganga barobar bo'ladiganligini aytdi. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi parlamentning bir faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lganda to'sib qilingan. Sababi bo'lsa, Xitoy doiralari bu yilning beshida Uyg'ur qirg'inchiligini ayblagan bir qism parlament a'zolariga embargo yurgizgan. Bu yil martda Angliya hukumati Xitoyning Sharqiy Turkistondagi og'ir kishilik huquq tafsandachiligiga chetishliq ba'zi Xitoy amaldorlariga embargo yurgizganligini e'lon qilgandan keyin Beijing doiralari Angliyalik bir qism parlament a'zolari, advokat va tadqiqotchilarga embargo yurgizganligini bildirgan edi. Avam palatasining boshlig'i Lindsey Holly bu haqda ba'zi a'zolarimizga embargo yurgizgan Xitoy bosh elchisining Avam palatasiga kelishini muvofiq deb qaramayman dedi. Yaponiyadagi hokimiyat beshidagi partiyaning rahbarligiga kandidat bo'lgan sobiq tashqi ishlar ministri Kishida Fumio Xitoyning rayondagi faoliyatlarining ko'nsiri kuchayotganligiga qarata o'xshash fikrdagi demokratik davlatlar bilan hamkorlashishga va'da berdi. Sobiq ministri Kishida yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tashqi siyosat to'g'risidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida davlatimizning atrofidagi bexatarlik muhiti ko'nsiri og'irlashmoqda dedi. Amerikaning sobiq 3 istixborot xodimi Arab Birlashma Xalifaligiga vakolatan xakerlik qilish jinoyati bilan ayblanib sotlandi. Amerika Adliya ministrligining bildirishicha, bu kishilar pul uchun josuslik yumshoq detalining taraqqiyotiga munosabatlik mashg'ulotlarni qilganligini e'tirof qilgan. Xitoy Tibet egizligidagi Hindiston bilan chegara talash tortishi bor bo'lgan rayonda harbiy manevr o'tkazdi. Manevrda Xitoy havo mudofaa sistemasining Hindistonning boshqarilgan bomba yoki reaktiv aeroplaniga qarshi sinov qilganligi xabar qilindi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, dengiz yuzidan 4700 metr egizlikda elib berilgan manevrda havo mudofaa sistemasi sinov qilingan. BBC'ning xabar qilishicha, Afg'oniston davlatlik ayollar futbol komandasining bir qism to'pchilari Taliban hukmronligidan qochib Pokistonga kelgan. Ular safar jarayonida mushkulotdan saqlanish uchun burqa kiyib olgan. Pokiston doiralari bir qism yosh futbolchilar va ularning oila tavobatlaridan tarkib topgan 80 kishilik guruhining seshanba kuni kechda To'rxon chegara eg'izi orqali bu davlatga kirganligini e'lon qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy prezidenti Xi Jinpingning 100 turani ko'rishish taklifini rad qilganligi haqidagi xabarlarni inkor qildi. Pul muomala vaqti kezdi ikki rahbar orasidagi 90 minutlik telefon suhbatida Xi Jinpingning Biden bilan 100 turani ko'rishish taklifini rad qilganligini ilgari surgan edi.